o'zgarishga qadam qo'yishni xohlagan odam eng birinchi bo'lib nimadan boshlash kerak? Shu haqida ozgina gapirib bersak. Xo'p, o'zgarish uchun qisman o'zgarib bo'lmaydi. To'liq o'zgarish kerak. Butun bu nima bor? To'liq o'zgarish kerak bo'ladi. Qisman o'zgarish har doim kompensatsiya bo'ladi. Ya'ni nima desam ekan? O'rnini bosuvchi narsa. O'zgarish to'liq o'zgarish bo'lishi kerak. Nimaga odam o'zgarishni xohlaydi? Chunki bu nimadan to'yib ketgan bo'ladi. O'zidan, hayotdan, odamlardan. Mana shu dunyo va'da berayotgan narsalardan уже to'ygan bo'ladi. Nimaiki o'tirsa o'poq, tursa sopoq degan narsa bo'ladi. Ya'ni nimaiki qilmasin xato. Bir narsaga erishsa ham xato, erishmasa ham xato, birovni yo'lida yursa ham xato, o'zini yo'lida yursa ham xato. Ya'ni bu dunyoni narsalarini hammasi, bu dunyoni o'zi bu nima desam ekan, majoziy ma'noda tushuniladi endi. Bu dunyoni o'zi emas, yashayotgan. Просто mana shu dunyoni majoziy ma'noda oladigan bo'lsak, abstraktniy. Ya'ni bu dunyo unga nima bera olmaydi? Yechim, qoniqish bera olmaydi. U zohiriy narsalar, ya'ni mana ko'zga ko'rinayotgan narsa emas, botiniy narsalar, ya'ni mana bu ichkaridagi, borlig'idagi bo'layotgan muammolar bilan ishlash kerak. Ana o'shanda u haqiqatga erishadi. Ya'ni haqiqiy borlig'ini, qoniqqanligini, to'lganligini, nasishiyat qilganligini va o'zini полный mazmunli hayot kechirayotganligini ko'radi. Ungacha emas. Ya'ni yuksalish degani bu evolyutsiya. Ya'ni bir nimadan birinchi qavatdan ikkinchi qavatga o'tish degani. Evolyutsiya har doim spiral bo'ylab bo'ladi. Oldinga ketish bu mana shu urovenda, yer urovenida mana bunaqa oldinga ketasiz. Evolyutsiya, yuksalish degani bu tepaga ketasiz degani. Ya'ni bir borliqdan boshqa borliqqa o'tasiz. Ya'ni polniy boyagi anaqa qush bor-ku. Jar ptitsa deydi. O'zbekchasi nima edi? Temurg'ga o'xshab, ya'ni yonib kul bo'ladi, keyin uni o'rnidan yangi qush bo'lib, yana uchib ketaveradi. Xuddi shunga o'xshagan polniy yonib kul bo'lib, bir shaxs yo'q bo'lib, uni o'rniga yana boshqa shaxs paydo bo'lishi kerak. Ungacha emas. Buni qanday uddalash mumkin? Bu juda ham qiyin masala-ku deydigan bo'lsangiz, xohishlardan voz kechib, xohishlarni tark etib. Ungacha emas. Xohishingizni amalga oshiring, lekin u sizga oddiy bir o'yindek bo'lib qoladi. Как marojniyga o'xshagan bo'ladi. Marojniy yedingiz, siz nima qilmaysiz, baribir qoniqib qolmaysiz. Bu dunyo berayotgan narsalardan qoniqmaysiz. O'zi siz borlig'ingizni o'zgartirishingiz kerak, transformatsiya qilishingiz kerak bo'ladi va bitta yuksalganda 7 ta bosqich bor o'zi nafsni, 7 ta bosqichi bor. Birinchi nafs bu buyuruvchi nafs deyiladi. Ya'ni sabab boshqalarda, bu yoqqa kelsin, sendan bo'l, sen unaqa qil menga yoki o'ziga aytadi, sen borib shunaqa odam bo'lishing kerak, unaqa bo'lishing kerak, bunaqa bo'lgan, o'ziga buyuradi. Buyuruvchi nafsdagi odamlar, bular eng qorong'u nafsda yashayotgan odamlar. Ya'ni tashqariga buyurish har doim tashqariga yo'naltirilgan bo'ladi. Tashqarida nimadir ish qilish kerak, nimadir ish qilish kerak. Tashqarida dushmanlarni o'ldirish kerak bo'lishi mumkin, yoki qandaydir bir boylikka erishish kerak, qandaydir narsaga erishish kerak, lekin bu joyda birinchi nafsda yashayotganlarga balansga keltiruvchi narsa bu o'lim hisoblanadi. Ya'ni o'limni ko'rgandan keyin to'xtaydi. Ungacha ketaveradi. Ya'ni men ham o'lishim mumkin deydi-da, keyin to'xtaydi.
lekin o'sha buyuruvchi nafsni eng tagida yotganlar o'lim ham to'xtatmaydi. U dalsha ketadi. O'lim uni ko'zini ochishiga, ya'ni programma kallaga kirdi, o'sha programmani amalga oshirib ketaveradi. Haligi buni o'ldirib ketaveradi. U anaqa bermaydi unga. Qoniqish hissini bermaydi. Lekin uni ko'zi ko'r, qulog'i kar, qalbi his qilmaydi. Bo'ldi, ketaveradi. Bitta maqsadni qo'yib oldi. Eng boyagi qorong'ulikda, zulmatda yashayotgani, zulmat degani bitta narsa. Ya'ni ko'z ko'rmaydi, zulm qilib ketaveradi, zulm odamlari. Keyin ikkinchi nafs keladi buni o'rniga. Bu har doim shariat bo'lsin, boshqa din vakillarida bo'lsin, bitta tanqid qiluvchi, ya'ni mana bu ishlaring to'g'ri, mana bu ishlaring noto'g'ri deb sortirovka qilib qo'yiladi va mana shu tanqid asosida yashay boshlaydi. Lekin uni ichida borlig'ida nimadir o'zgarishi kerak. Boyaga aytganimdek, o'zini kontrolga olgani bilan uni nima qoniqish hissi kelmayapti. Keyinchalik odam keyingi narsa bosqichga o'tadi. Bu yerda ilhomlangan nafs urovini keladi. Eng yuqori urovga ko'tarilganda odam bu ilhomlanuvchi nafs bo'ladi. Ya'ni har xil haligi mo'jizalardan, masalan, avliyolar qandaydir mo'jizalar qilgan bo'lsin, Qur'onning mo'jizasi bo'lsin, yoki bu dunyoda ilm fan mo'jizasi bo'lsinki, hattoki dunyodagi narsalarga ham ilhomlanib yashaydi. Ya'ni uni ichki hissiyotlari o'zgardi o'sha. Sal boshqacharoq sifatga ega bo'ldi. Lekin baribir tashqarida dunyodagi bo'layotgan narsalardan ilhomlana boshlaydi. Undan keyingi nafs bu davoniy nafs, ya'ni rozi nafs. Ya'ni hayotida qanday qiyinchiliklar, qandaydir azoblar bo'lmasin, u har doim u narsalarga rozi. U narsalarni rozi bo'lib qabul qila boshlaydi. Ungacha mana bu narsalar zo'r narsa, uchinchi nafsda mana bu narsalar unchalik menga ilhom bag'ishlamaydigan narsa. O'sha rozi nafs darajasiga ko'tarilganda odam hayotida bo'layotgan jamiki nima bo'lishidan qat'iy nazar hamma narsasidan rozi bo'ladi, uni qabul qiladi va unga qarshilik qiladigan nima deydi? G'alayon ko'tarmaydi. G'alayon degan narsa yo'q bo'ladi. Uni ichidagi mana bu harakatlar to'xtay boshlaydi, uni azobga berayotgani va mana shu paytdan boshlab unda 4-nafsdan boshlab imkoniyat paydo bo'la boshlaydi. Ya'ni qabul qilish, qarshilik qilish kayfiyatidan to'xtaydi, kurash to'xtaydi unda va u sekin astalik bilan bu yoqqa qarab 5, 6, 7 nafsga qarab intila boshlaydi. Ya'ni muammo o'zimizda har doim. Muammo o'zimizda. Ya'ni bizga bu dunyoda hech qanaqa yechim yo'q. Yechim o'zimizda. O'zingdagi baloga qayga borasan davoga deydi. Ya'ni o'zimizga o'zimiz bilib bilmasdan zarar yetkazib qo'yayapmiz. Ya'ni qarshilik chiqish, yomon ko'rish, dushman, mana shu narsalar hayotimda noto'g'ri, qora narsalar, mana shu narsalar hayotimda oq narsalar deb ikki sortga ajratadigan bo'lsangiz va qora narsalarga qarshi chiqasiz, oq narsalarga intilasiz, bu уже nima qiladi? Sizni mana shizofreniya ongingizni ikkiga bo'lib sizga azob bera boshlaydi. Bo'lmaslik kerak, ajratmaslik kerak, rozi bo'lish kerak. Hayotingizda nima bo'lishidan qat'iy nazar roziman deb mana shu holatga keltirishingiz kerak. Endi buni eshitganmiz, ko'p ko'rganmiz, lekin nimaga bu holatga kelib qolmayapti? Chunki odamlar o'z ustida ishlamaydi. O'z ustida ishlash deganda odamlar o'zini xohishlari ustida ishlash kerak. Ya'ni nimani xohlayapsan? Oxir oqibat nima kerak? Nimani xohlayapsan deb mana shu xohishlarini birinchi amalga oshirish mumkin. Ikkinchi variant, buni o'rniga boshqa narsani olishi mumkin, xohishlarini amalga oshirganda. Uchinchi variant, bu xohishini bosish mumkin,
amalga oshmasdan ichida yashab, ichidan chiriyaveradi, lekin amalga oshmaydi. To'rtinchi variant, bu xohishlarini anglab, mana shu narsani xohishlarini voz kechadi, tark etadi, ya'ni otib yuboradi. Mana shu to'rttasi esimga tushdi, 5 ta variant. Ya'ni eng to'g'risi mana shu 4-variant hisoblanadi. Ya'ni xohishlarini anglab, sen nimaga bu dunyoda kommunizm bo'lishini, mana oldingi nima asrdagi yashaganlar, bizani mana soyuz nima deydi, territoriyasida yashaganlar kommunizm bo'lishini xohlagan, kimdir hozirgi nima deydi, zamonda yashayotganlar yana boshqa narsani xohlashi mumkin. Mana shu xohishlarini ham anglash kerak va bu xohishlardan voz kechish kerak. Biz o'zimiz yaxshi niyatlarda eng zo'r nima deydi, ichimizdagi eng samimiy niyatlarimiz orqali, xohishlarimiz orqali o'zimizga o'zimiz muammo orttirayotgan bo'lamiz. Mana shulardan voz kechish kerak bo'ladi. Shunda odam transformatsiya bo'ladi, ungacha emas. Tark etish kerak. Tushunarli.